nafasi bo'lsa ham zo'r. Elbek. Mana taksi sal cho'ngroq bo'lganda ketmaydi. Yo, Elbek haligi mehmon do'st, inson farzandi bo'lgan. O'ziga ursa uradi, Elbeklar birovga gol urmaydi. Puan Yavoy udar. Tohir Rahimov. Valijon o'tdilar, Valijonga. Yaxshi, juda ham yaxshi, chiroyli. Valijon, yaqinroq. Salto sharti emas. Mayli, bunisi bo'ladi. Mayli. Gol muallifi Valijon Shamshiyev. Qani uni olqishlaylik do'stlar. Raqib emas, Valijon qo'shiq bo'ladi. Yo, muxlislarga raqib bo'lishi mumkin-da, muxlislar. Elbek yana gol. G'alabaga. Gol. Ali. Qani ketding. O'zing borasan, boshqa hech kim yo'q. Elbek yaxshi ehtiyot bo'l. Ovozoxon juda ham chiroyli. Hamma Ovozoxon uchun. Yaxshi. Qarshi hujum yana o'sha o'zimizni dehqoncha o'ylamasdan tepish. Yaxshi. Mirza aka, Jambola avonni nomeri 26 nega bilasizmi? Nimaga? Uyinin nomeri. Mashinasini nomerini qo'yish kerak, tez chopar. Yaxshi ham. Nima nomer dedingiz? 43 nima nomer? Oyoqlarini Yaxshi bir 50 emas ekan. Nima nomerdik? Ikkita oyoqlarni orasini oldi. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Yaxshi. Ovozoxonlar, nahotki. Yo'q, Elbek Shukurov. Shakir bilan beni chiqib taniydi. Gol muallifi sohibilar. Endi Elbekimiz Sanat Shanayev. juda ham yaxshi. Yaxshi. Ko'zim yaxshi ko'rinyapti. Bekzod, молодец. O'mirda iloji bo'lmadimi? O'zing o'ynar. Qani. Valijon, o'zingiz oldinga. Juda ham yaxshi Elbek ochildi. Bir-birlarini tushunmay qolishdi futbolchilarimiz. Yaxshi, Abror Shovozov. Bu kishi O'tkir. Poylada cho'ching ish ijro. Pos. endi tozaligiga sinov kelyapti, juda qattiq. To'rt tengma-teng bo'ldi. To'rt. Hoca молодец. Endi gol qanday amalga oshiradi birgalashib ko'ramiz. Ha. Jambil akani jambozlar. Jambil akani jo'rma qilmaydi. To'p Ovozoxonda. Aldamchi zarba. Voh! Sal qolishiga sal qoldi. Qara. Yugurib Hoca. Sizga to'g'ri keladi. Mana Nodir bo'sh. Sancho yoningda Nodir turibdi. Dadangga uzatding.